Assalomu alaykum, hurmatli Hanko 301 YouTube kanalimizni obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun Xudo xolasa quyonxonamizni yangi uborka qo'yib oldik va doimgidek uborkadan keyin quyonxonamizni bir qator video qilishga qaror qildim. Xudo xolasa bugungi videoda bitta ikkita yangilik qilganmiz. Video davomida ko'rib kuzatib boradigan bo'lsanglar, birin-ketin ko'rsatib boramiz. Allohga shukr, quyonlarni sekin-asta sotuvga chiqaryapmiz. O'zimizdan ro'zg'ordan oshib sotuvdan oshganlarni mana bozorga olib chiqib, bozorga ham sotishni boshladik. Bozorda sotuvlardan video qo'ya olmadim. Keyingi safar sotuvlardan ham xudo video qo'yishga harakat qilaman. Ko'rib baho berishinglar mumkin. Bir qator quyonlar bilan ko'rsatadigan bo'lsam, keyin 1-2 minut, 3 minutdan keyin qilgan o'zgarish videolarimizni ham qo'yamiz, xudo xolasa. Bu tomonda ko'rishinglar mumkin. Quyonlarimizni sekin bitta qilib o'zgartiryapmiz. Bu lelopadan olib kelgan 45 kunligida olib kelgan quyonlarimiz mana xudo xolasa 4 oylikdan o'tdi. Bemalol ishlash jarayoniga kelib 4 oy, 4,5 oylik bo'ldi. Ularni qochirishga shoshmadim. Kuyi kelsa bemalol bo'lganda 4,5 oylikda qo'shaman dedim. Triveslarga qo'yiladigan bo'lsa 4 kilo, 4,5 kilo atrofida samkalarimiz. Bu samesimiz lelopadan kelgan 6 oylik bo'ldi, xudo xolasa. Bu tomonda mana o'tgan safar videosini qo'ygan quyonlarimiz mana bolalari xudo xolasa 15 kunlikdan o'tdi, 20 kunlikka qarab ketyapti. Nihoyatda chiroyli bomba chiqqan bolalar, ko'z tegmasin. Bu tomonda quyonimizni bolalarni, gnizdolarini hammasini olib qo'ydik. Kechagi kuni ko'rishinglar mumkin. Gaz balon bilan kuydiradigan apparat olib kelganmiz. Setkalarimizni hammasini bir qator kuydirib chiqdik. Allohga shukr, pokiza turibdi. Mana ostlarini ham ko'radigan bo'lsanglar, oshcha puqlari yo'q. Hammasini kuydirib pokiza holatga olib kelganmiz. Quyonlarimizni holati o'ta ideal, ko'z tegmasin, mashalloh deb qo'yasizlar. Hammasi enalarini ena sutiga to'yib, yemlarni ham yeyish jarayonida. Bu tomonda qo'shimcha kataylarimiz bor. Lelopadan olib kelgan quyonlarimiz mana voyaga yetganlarni bitta qilishni boshladik. Ular hammasi samka. Bu yoqda o'zimizning sames, o'zimizning liniya, 2 xil liniya bor. Bu tomonda ko'rishinglar mumkin. O'zimizning polvon sames 8 oylikdan oshgan, 9 oyliga borib qoldi. Bu tomonda mana 1 yillik birinchi ena quyonimizdan tushgan bolasi. Bu ham samka, lelopadan kelgan. Xudo xolasa bu qochgan bo'g'oz. Ular aniq. Xo'sh, bu tomonda o'zimizda yana bitta liniya, Nodir akadan kelgan liniyamizni alohida qilib qo'ydik. Xudo xolasa bular ham bo'g'oz tug'ish kerak. Kunlari kelib qoldi. Bu tomonda mana bu quyonimizni vaqti sanasiga qaramagan ekanman. Ertalab bozordan kelib qarasam, uje chekaga tug'ish harakatlarini boshlabdi, lekin gnizdosini solib qo'ydim, somon qo'ymadim. Quyon boqayotganda albatta sanasini yozib boringlar. Men bu quyonlarimni telefonimga yozib qo'ygan ekanman, kitobga yozmagan ekanman. 3 ta quyonim bir kun oralig'i bilan qochgan. Kechagi kuni yaxshi gnizdolarni qo'yib qo'ydim. Somon tashlamagan ekanman bunga, o'zimning xatoyim. Keyin kelib bozordan tushib 9-10 larda qarasam, uje bitta ikkita setkaga tuqqan ekan. Keyin sirazi somonni qo'ydimda quyonga sharoit qilib berdim. Qarasam qiynalyapti. O'shaning uchun nima qildim? Bizda quyonni tug'rug'i qiynaladigan bo'lsa, sanasi o'tib ketadigan bo'lsa, oksitotsin degan ikonimiz bor. O'sha ikondan 1 gram urdim. O'zi 0,5 urardik, 1 gram urdim. Sirasi tug'di. 7 tacha tug'di. Undan 3 tasi tirik ekan, qolganlari biroz kech qolibmiz. O'lik tug'ildi. 3 tasini bo'lsa ham olib qoldik. Endi yunglarni yulib qo'yishim kerak bunga. Hozir bezovta qilmayapman. Yunglarni yulib chiroyli qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Bu tomonda mana birinchi yangiligimiz parray bo'ldi. 60 ga 60 ventilyatsiya olib keldik. Toshkentdan buyurtiramiz deyotgandik. O'zimizda Asaka Axtachida ham bor ekan. Xudosa $110 ga buni oldik. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Gaz balon, propan tashqariga olib chiqib qo'ydim. Kuydirgani buni olganman. Juda mo'shni, yaxshi kuydirar ekan.
va qo'shimcha davleniya berish uchun shuni singari bosim olganmiz. Bu kuydirayotganda klapandan chiqayotgan gazni bosimini kuchaytirib beradi. Xudo xolasa keyingi videolarda kuydirish jarayonidan ham bitta chiroyli video qo'yishga harakat qilaman. Xo'sh, sizlar bilan biroz tushun bo'ladi. Oldindan uzr so'rayman, lekin motorimizni, ventilyatsiyamizni ishlash jarayonini bir ko'rsataman. Razvedkalarimiz bor. Ular havo tortishini ko'rasizlar. Mana ulov oldik. Biroz ovozim chala eshitilishi mumkin. Lekin nihoyatda juda yaxshi tortar ekan, ko'z tegmasin. Shu yergacha mana tortayotgani salqinligi bilinyapti. Quyonxonamiz razmerini aytadigan bo'lsam 9 ga 5. Bemalol tortib xonani sirkulyatsiya qiladi. Bu tomonga demaxodchilarni gaplashib qo'ydim. Xudo xolasa chiroyli qilib teshib beradi. Xudo xolasa uni ham keyingi videolarga qo'yib boraman. Ishlash juda bomba. Bu yerga berayotgan sovuq havoda ko'rsanglar maza qilib olasizlar. Muzday yo'q havoda tortadi. Tortish bilan birgalikda xonani sovutadi ham, xudo xolasa. Xo'sh. Ventilyatorda sug'urdik. Yana bitta yangilik bor. Uni tashqarida xudo xolasa ko'rsataman. Regulyator olib kelganman. Buni avtomatik tarzda biz bo'lsak bo'lmasa, misol 10 minut ishlaydi, 20 minut dam oltiradi. Ya'ni 10 minut ishlaydi, 20 minut dam oltiradi. Bu albatta birinchi o'rinda tokdan tejaydi, ikkinchi o'rinda shumni kamaytiradi. Biz bor bo'lsak ham, yo'q bo'lsak ham o'zi avtomatik yonib ishlayveradi. Qulaylik, qo'shimcha imkoniyatlarni beradi. Xo'sh, bu tomonda o'tgangi videoda ko'rishingiz mumkin, ikkita quyonim bor edi, yana bo'lib. Ularni hammasini olib chiqib sotdik, Allohga shukr. Bugun yakshanba, sanani aytib o'tadigan bo'lsam, 2026-yil 22-may. Bugun qariyb 1 millionga yaqin quyon sotdik, Allohga shukr. Xo'sh, sizlarni tepada fermamiz bilan ham tanishtirib o'tadigan bo'lsam, uzoq kuttirmasdan bir qator ko'rib o'tadigan bo'lsanglar, o'ta go'zal mana. Allohga shukr, barakasini bersin, o'zidan ko'paysin. Yaxshi katta bo'lishyapti. Tepada fermamizni ham ko'ramiz endi, xudo xolasa sizlar bilan birgalikda. Videoni uzmasdan xudo xolasa harakat qilaman, chiroyli video olishga. Qurilish jarayonlarimiz ham ketyapti, Allohga shukr. Bedalarimiz o'syapti. Steyashka qildik, xudo xolasa. Steyashka qilish harakatidamiz. Zasipkalarni qilib oldik. Kiraverishda dorozorxonadan boshlab shu yergacha xudo xolasa asfalt qilamiz, steyashka qilamiz tekisroq. Bu tomonda doimgidek Navestayda quyonlarimiz bor. Ularni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Bu tomonda ham xudo xolasa bir 20 ta quyonga sharoit bor, xudo xolasa. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu temirdan yasalgan qafasimiz. Quyon bunkerni ba'zi quyonlar xarakteri endi ko'rishingiz mumkin. Shuni singari titib oladi. Endi buni remont qilib qo'yishim kerak, biroz vaqtim bo'lmadi. O'zi aslida shunaqangi holatda bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Ba'zi quyonlar xarakter jihatdan chicha yovvoyiroq bo'lib, o'shanaqa narsalarni titadi. Bu tomonda ena quyonimiz, xudo xolasa bo'g'oz 26-kuni qochgan. Xudo xolasa 26-da bu quyonimiz ham tug'adi inshaalloh. Bu tomonda erkaklar. Bir narsani aytib o'tay. Bu quyonlarimiz mana toza Kaliforniyalarimiz, qoshlilar, xudo xolasa voyaga 4,5 oylik bo'ldi. Bu quyonlarimiz ham endi sekin kuyi kelsa ishlatishni boshlaymiz. Bu tomonda samis, mana Leylopadan kelgan samislarimiz. Holatlari o'ta bomba. Bu tepadagisi. Yoshlarga keladigan bo'lsa 4,5 oylik bo'ldi. Veslari 4 kilo plus. Xudo xolasa linaga olib qo'yganmiz. Bugun Nodir akadan olib kelgan bir jup quyonimizni sotdik. Ko'rishingiz mumkin, 3,5-4 oylik bo'lgan quyonlarimiz. Bu samisimiz, Simbadan tushgan Kaliforniya toza qon. Bu tomonda 7 ta quyonimizni o'zimiz liniyaga olib qo'ydim. Lekin bugun bozorda mana qiziqib 100 dan bo'lsa ham bering deganlarga ikkita qiz bolasidan berdik. 5 tasi qoldi, xudo xolasa 3+2. Yoshlarga keladigan bo'lsa 3 oylik bular.
veslari menimcha 2 kilo 600, 2 kilo 700 chiqsa kerak, oldilar 3 kilo. Xudo xolasa bularni olib qo'yganmiz, o'zimizga yangi qon sifatida ishlatamiz. Hozircha yangiliklar shulardan iborat. Bizni ko'rish, kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib yosh quyonlarimiz ham chiqyapti. 15-20 kunlik bo'ldi. Xudo xolasa Leyla opadan ham kelgan quyonlarimizni o'zimiz Andijon, Namangan, Farg'onaga chiroyli narxlarda xudo xolasa sifatlilarini yetkazib berishga harakat qilamiz. Bizni ko'rib, kuzatib borishda davom etinglar. Albatta, obuna bo'lmaganlarni obuna bo'lib qo'yishini so'raymiz. Albatta bu biz YouTube kanalimizni rivojlanishda, videolarimizni kengroq tarqalishda yordam bo'ladi. Albatta, vaqt ajratib ko'rganlar uchun har birlariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' va salomat bo'linglar.